sana ha. Ha çirip gel orada takıllattın bilmediler. Kimliğin ergesi ki? Kelime çörüp koyduk ha. Kelime çörüp koyduk. Voy yo'q aka, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Men santehliyman aka mana. Menga qarang, siz o'ylagan narsa umuman bo'lmadi aka. Bu mening kulchim, omirim, atverkam. Men santehliyman aka. Noto'g'ri tushunyapsiz. Noto'g'ri tushunganimdanmi? Men juda to'g'ri tushundim. Ko'rni qorong'ida topadi deb bekorga aytishmagan. Singlim, agar mana bu kishi hoziroq chakakini yopmasa, mana shu kulchim bilan tilini bu yoqqa sug'urib tashlayman. O'zi bo'lsin. Ha, kimsiz? Qayerdan kelsiz? O'zingiz kimsiz? Menmi? Men mana shu do'ngni damkomman ukam mana qog'ozlar. Men uyushganlarni yarashtiraman, ajrashganlarni uyini bitta qilaman, kukulashib turgan qushlarni tishlab tushirib yuboraman. Shunaqa. Aka, bizni siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bu kishi haliginaqa Sakın. Ha noto'g'ri tushunib o'liblarsiz. Juda to'g'ri tushunib. To'g'ri tushundim. Ha bu kuyov bola bo'lmishanda bulbuli yo'q. Siz haligi bulbulsiz. Gul hidlagani kelgansiz. To'g'rimi kuyov bola? Voy aka, siz kimsiz unda? Qanaqamisiz? Ey xudo, bugun qanaqa kun bo'lyapti o'zi? bu kishi santexnik ekan, santexnik. Santexnik bo'lsa nima bo'libdi? Santexnik ham odam sevgi, kasb, yosh tanlanmaydi. Sizlarga singib. Boringlar. Sizlar bilan tortishib o'tirgan o'zi men ahvoman, men. Endi-chi, mana shu tomonlarga yo'lim tushgan taqdirda ham menga qarang, uyingizni yelkami chuquri ko'rsin. Mana shu tomonga yo'lim tushsa ham, shu yerda sizday ashtarxo latofatli qiz yashaganligi uchun 5 kilometr naryoqdan aylanib o'tmagan nomard bo'lib ketdi. Unaqasi ketmaydi. Menday ovlo'li, 50 yoshni oldida shu ishingiz yaxshimi? Ishim bitdi, eshagimni oydan o'tdi deb ketaverasizmi? Unaqa ketmaydi. Voy, katta odam nima deyapsiz? Voy, men bu qizni umuman tanimayman. Voy, bundan keyin ham tanishni istamayman. Siz o'ylagan narsa umuman bo'lgani yo'q. Boringlar. Bokkavay, yomon qilasiz. Boring. Katta to'g'ri qoldi gapirgan gapingizni qarang aka. Bet kerak, bet. Boring. Nima? Bu bilan nima demoqchisiz? Men shunchalik yomon qizga o'xshaymanmi aka? Yo'q, siz vahima qilmang. Men endi to'g'risini aytdim-da, haligi sizga guvoh kerak bo'lsa, mana men guvohman. Mana sizni haligi sog'lab turganda men kirib keldim. Agar buni to'rtiribroq aytadigan bo'lsam, mana sizni spalniga olib kelib kelayotganda mana. To'g'rimi kirib keldim? O'zim ayta olaymi shu? Chiqib ketinglar, iltimos. Chiqib keting. Ya endi haligi videoga olib qo'yganman-da, sen gapni bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yo'q, Endi nima o'zi ham jon qo'shni, yon qo'shni, do'st to'polon qo'yganligi degan yerimni o'zim endi nega kelib o'zim ega. hozir mashina bilan boshimga bir urib, qattig'ini chiqarib qo'yaman. Men o'zi-chi qattiqqa chiqdim. Ozgina bola imtihonga qattiqlariga masala qildim. Shu hali bir piyola qattiq bo'lsa, hali masalani qattiqlab urib olaydi odimda. Yo'q, qattiq aka. Piyola berib qo'ying. Yo'q, qattiq. Voy, asabiyga ehtiyot qiling. Hali asabga ehtiyot qilmasangiz-chi, hali rahmatulloh degan doktor bor edi-yu. Shu asabdan ajaldan 5 kun Alloh akbar ketib qoldi. O'zi ham peshinga olib bordik. Yo'q, aka,
Gitmeyecek. Ulan gözlerini... Bu kayıtların üstündeydi. Agar hayot bo'lganlarida odam tayanchi, odam suyanchi bo'ladi. Odam himoyachi, qalqoni. Onam esa ko'nglimda dinozavrni eshitib yurishib borib bo'ladi. G'ururim ekansiz onajon. Kichkinaligimda tillo qizim deb erkalatar edingiz. Nega hayotning tor va uzun yo'laklarida bisotingizdagi tilloyingizni yo'qotib qo'ydingiz-a? Onajon, rasmingizga ko'zimizdan ko'plab tasvir topadi. Inson yashagan sari dunyoni anglab qolaman. Ko'p narsani tushunishga harakat qilyapman. Dadajon, dunyo sabrga qurilgan derdingiz. Lekin hayot chig'irig'i tinimsiz sabrimni chidash bilan ovora. Dadajon,